voy nimaga to'xtatib qo'ydim, endi qanaqa qilib davom ettiraman boshlayman. voy nimaga to'xtatib qo'ydim, endi qanaqa qilib davom ettiraman. Shuni bilmaydiganlar uchun hozir sizlarga alohida post qildim, ya'ni kesayotgan joyinglarda to'xtab qoldi va siz uni qanaqa qilib davom ettira olmayapsiz. Bugungi video shu haqida. Agar foydali bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha kuzatamiz. Demak, hozir startni bosdik, mana Go Zero qaytardik joyiga. Startni bosdim, ketyapti. To'xtadi, mana stopni bosdim, to'xtadi. Ya'ni yashilni bossam, shu joydan boshqatdan boshlaydi. Masalan, mana bosdim. Ko'rdingizlar? Mana nima qilishim kerak davom ettirishim uchun. Kelgan joyini ko'ramiz-da. Mana keldi, stopni bosdim va mana bu oldidagi ko'k tugmani bosaman. Bu lazerni davomidan kesishini ta'minlaydi. Bu video albatta hali endi novichoklar uchun, lekin ularga ham kimdir o'rgatish kerak va bu orqali ular o'rgangan bo'lsa xursand bo'laman. Sizlarga ushbu tipdagi videolar yoqadigan bo'lsa, albatta like bosinglar, kommentariy yozinglar va bu bizga motivatsiya bo'ladi sizlarga keyingi videolarni chiqarishda. Sizlar bilan Sins texnolog va uni ijodkori Sirojiddin Sevarov.